Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz kuzatuvchilari, omonmisizlar, salomatmisizlar? Bugun 7 dekabr 2025-yil Navoiy viloyati Karmana shahrida Sobirjon do'stimiz xonadonidamiz. Limonariyasini mana liderlar nima qilyapti? Kelavering. Siz ham narusheniyingizni bir anaqa qo'ying. Narusheniyingiz bor ekan. Juda ham zo'r. Endi liderlarni o'zini maqtamayman-da. Ular liderlarni maqtasam bo'lmay qoladi. Mana bu yil berib yuborgan super meyyerimiz 2 yoshlik. Yaqinda berib yuborganman. Shuni shega ekib qo'ygan. Mana mulchalangan, lunkalar ochilgan, devorlar oqlangan. Haqiqiy lider. Stoykalarini kraskalab zo'r qilgan. Endi ikkita kamchilik bor, o kamchiliklar bo'ladi hammada. Mana yo'laylar, xonadonga xo'jalikka mo'jazgina qilib zo'r qilib qo'ygan. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham zo'r. Inshaalloh. Shunaqa qilib qarayatsa, ko'chatlarni zo'rlarini berib yuborgisi kelib ketadi. Xudo xolasa borganimda uyda 3 ta zo'r ko'chatim qolgan. Ana ichi qizil limon bor. Shularni bitta-bitta berib yuboraman Sobirjonga. Shunaqa joyda ko'chatlaringiz tursa, xursand bo'lasizda. Mana Xolmuhammad hoji akam liderlarimizdan, Ikromjon Maqsumov, Sobirjon akam hamda Ilhom aka охотник. Hamma sharoitlar Xudo xolasa mana limonlar uchun zo'r qilingan. Bu yerda endi kelinimizni palmasi hamda 4 ta uzum bor ekan. Uzumlarni ko'chirishib yuboradi tashqariga. Ko'chirilgan vaqti bo'ldi. Endi palmani kelinni ham tursin degan ekan. Tursa turaveradi. Palmaga hasharot tushmaydi bunga. E'tiborlar uchun rahmat.